Shahram G'iyosov bir paytlar mag'lubiyat nima ekanligini bilmay kelayotgan jangchi edi. 17 ta jang, 17 ta g'alaba va chempionlik sari tobora yaqinlashayotgan yo'l. Ammo bir tun ichida hammasi o'zgarib ketdi. Mag'lubiyatdan keyin Shahram O'zbekistonga qaytib keldi. Ammo eng og'riqli zarba faqat ringda emas edi. Yangilangan The Ring reytingida Hamyurtimiz o'z o'rnidan ayrildi. Bungacha Shahram yarim o'rta vaznda 6-o'rinda turardi. Endi esa bu joy yo'qoldi. Eng qizig'i va og'riq tomoni esa uni mag'lub etgan Jack Catterall birdaniga 10-o'rindan 3-o'ringa sakrab chiqdi. Bir jang, atiga bir jang ayrim payt butun faoliyatini o'zgartirib yuborishi mumkin. Sizningcha Shahram bu yiqilishdan keyin yana avvalgidan kuchliroq qayta oladimi? Yoki bu uning faoliyatidagi eng katta burilish bo'lib qoladimi? Barchaga salom, sizlar bilan yana Tahlil MMA kanali. Demak, biz boshladik. Sen UFC'den quvib chiqqandan hiçbir yerda kontrakt yo'q. O'shondan men seni UFC'da kutdim. Assalomu alaykum. Ko'pchilik bu voqea birinchi videodan keyin tugadi deb o'ylagandi, ammo yo'q. Edil Esengulov yana haddidan oshayotganga o'xshaydi. Bu safar u ikkinchi marta Mahmud Murodov haqida video chiqardi va hatto izohlarda ACL ligasiga kel deb ochiq chaqiriq ham tashladi. Hiçbir yerda kontrakt yo'q. O'shondan men seni UFC'da kutdim. Shoh Hasan turganday bir urib qo'yim seni. Men Shoh Hasanning ответini o'qidim. Непонятно. Tushungan yo'qim deb ответ qo'ygan. Так что Shoh Hasan уже неинтересный. Sen так что Züleyli o'zim bo'lsa Shoh Hasan. O'sim bor, u revanshim olmagan, nomusi yo'q, badobatini seni qanchaga vaqt so'raganman. Revanshni sen shunaqa pul so'ragansan-ku, hech qasiga bu pulni bermaydi senga. Takshi meni nomusim senga aytgan gonorarni berish bilan hisoblanmaydi. Degan aytadigan oxirgi gapim, lichность bilan sportni birga aralashtirma. Chunki har doim sportda bu odam shaxsiyatini gapiraversa, u только sport. Boshqalarga javob bera olmay qolasan. Ishingni qil, davay. Negizi bu yerda Jasur Hatanbek meni to'xtatib deb boshqaldilar, to'talar o'yindan chiqib ketishdi o'xshaydi. Ko'rinmay qolishdi. Gazini basinglar, ey. Lekin bu safar hammasi bir tomonlama ketmadi. Mahmud Murodov ham sukut saqlab o'tirmadi va Edilga jiddiy javob qaytardi. Eng qizig'i endi bu oddiy gap so'zlar emas, chunki ikkala taraf ham videolarda o'z fikrini aytib bo'ldi. Ijtimoiy tarmoqlarda esa muxlislar ikki tomonga bo'linib ketgan. Kimdir Edilni qo'llayapti, kimdir esa Mahmud tarafda turibdi. Lekin bir narsani ham unutmaslik kerak. Edil Esengulovni oddiy jangchi deb bo'lmaydi. U allaqachon Shoh Hasan Mirzamadovni mag'lub qilgan va o'zining xavfli ekanini ko'rsatib bo'lgan. Shu sababli uning gaplari shunchaki havoga aytilgan gaplar ham emas. Ammo boshqa tarafdan qarasak, ko'pchilik aytayotgan yana bir fikr bor. Edil Shoh Hasanni yutgan bo'lishi mumkin, lekin ayrim muxlislar Hotanbekning uslubi unga ancha noqulay bo'lishi mumkinligini aytishmoqda. Chunki Hotanbekning bosimi, kurashda tajribasi yaxshiligi, xarakteri va jang olib borish uslubi umuman boshqa daraja bo'lishi mumkin. Xo'sh, bu shunchaki internetdagi shov-shuvmi yoki kelajakdagi haqiqiy qarama-qarshilikning boshlanishimi? Avvalgi Edil ikkinchi bor video murojaat yo'lladi, Mahmud esa tezda javob qaytardi. Barchasini videoda ko'ramiz. Baringlar. Hammaga rahmat. Bu kim nima gapiribdi-yu? Bayitlar vizif qilibdilar. Endi hozir ular tushundi qanaqa o'zbek xalqini kuchi hayp qilibdi. Men уже aytdim, bizga farqi yo'q. Любой joyda, любой payt urishamiz. Sog' bo'linglar. Hammaga rahmat. Assalomu alaykum, hammaga yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Sen ko'p gapirgan ekan. Edil, men ko'p gapirmayman. Ijlaniy bo'ladigan bo'lsa, vesing to'g'rilar 77 xil. Manga uyishda o'zingni ko'ra olasan. Kela olasan shu yerdan va. Albatta bir narsani aniq aytib o'taman. Bu yerda gap millat yoki xalq masalasi emas va hech qanday adovat tarqatmoqchi emasmiz. Bu faqat sport va jangchilar o'rtasidagi vaziyatning tahlili xolos. Lekin endi eng qiziq savol sizlarga. Edil haddidan oshyaptimi yoki Mahmudning javobi to'g'ri bo'ldimi? Agar ular bir kun jang qilishsa, kim g'alaba qozonadi deb o'ylaysiz? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring, videoga like bosishni unutmang va albatta kanalga obuna bo'ling.